uni. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. Qo'riqchilar, bu uchalasini ham bu yerdan haydanglar. Nima qilyapsizlar? Yo'q, mumkin emas. Nima qilyapsizlar? Dada. Suv xonim, bugundan boshlab uchovni aktivlari ham sizni nomingizga o'tadi. Tianwei mehmonxonasining birinchi rahbari lavozimi ham bu sizniki. Lekin men hech narsani bilmayman-ku. Hech qisi yo'q. Biz sizga eng professional boshqaruv jamoasini biriktiramiz. Hech nimadan tashvishlanmasangiz ham bo'ladi. Lekin mayli, harakat qilib ko'raman. Chin dildan. Marhamat. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Endi zo'r odam bo'lib ketding. Men hech narsani bilmayman. Kelajakda hammadan yordam so'rab qolaman. Muammo yo'q. Suv xonim, sizda o'zgacha bir fazilat borligini ancha oldin sezgandim. Kelajakda kompaniyamizga ko'proq e'tibor qaratishingizni so'rayman. Janobjon, xotirjam bo'ling. Oldin bizga qanday g'amxo'rlik qilgan bo'lsangiz, men ham kelajakda sizga shunday g'amxo'rlik qilaman. Bu suv Van aka. Hammaning e'tiborida bo'lish o'rniga bu yerda nima qilib yuribsan? Hayronman. Bularning hammasi siz tufayli-ku, Van aka. Siz menga shunchalar yaxshilik qildingiz. Aytdim-ku. Bu narsalarimni yig'ishtirib qo'yganing uchun minnatdorchilik ber. Faqat shuning uchunmi? Van. Jisa. Qanday tasodif? Nega yuzing qizargan? Shunaqami? Senga xush xabarim bor. Men unashtirilyapman. Unashtiruv? Ha. Kuyov yosh va istiqbolli ekan. Kelishgan va boy. Sen yaqin do'stim sifatida menga to'yona berishing kerak. Meni to'yim juda chiroyli o'tishi kerak. Mayli. Muammo yo'q. Keyinroq senga taklifnoma beraman. Xo'p. Van. Nima, menga aytadigan gaping yo'qmi? To'ying bilan tabriklayman. Rahmat. Men uni doim eng yaqin do'stim deb bilganman. Lekin nega hozir yuragim huvullab qolgandek? Nima bo'lyapti o'zi? Van. U odam cheksiz hokimiyatga ega. Faqat unga turmushga chiqibgina seni himoya qila olaman. Tez orada chet elga ketaman. Bu didorlashuv so'nggisi bo'lishi mumkin. Xayr. 3 kundan so'ng. Hayfen. Bugun Jisaning to'yi. Men tayyorlaydigan qimmatbaho sovg'a tayyormi? hammasi tayyor. U turmushga chiqayotgan odam kim? Aniqladingmi? U odam juda sirli ekan. Yana ozgina vaqt kerak. Janoblu, topdik. Mana u haqidagi ma'lumotlar. Kim ekan?
Luye? Lu Hayfen, bu nima senda, a? Kichik janob Van, men rostdan ham bilmasdim. Men uni aniq chet elga jo'natgandim. Tekshiruvlarimizga ko'ra, Luye chet elda qaysidir yirik sarmoyadorning vakiliga aylangan. Vatanga qaytishi bilish uchun qilingan ish. Yaramas. Lu Hayfen, darhol mashinani tayyorla. To'yxonaga borib, kelinni olib qochamiz. Xo'p bo'ladi. Cherkov. Yomonmas. Bugun juda ochilib ketibsan. Menga yoqdi. London, Linjisan, Janob Lu, bugun nabiram bilan to'yingiz bo'lsa-yu, yoningizda boshqa qizni yetaklab yuribsiz. Bu to'g'ri emas. Odob doirasiga to'g'ri kelmaydi. Buvi noto'g'ri tushundingiz shekilli. U meni singlim-ku. Singlingiz. Axir hamma u sizni o'ynashingiz ekanini biladi-ku. Leon buvi, unutmang. Hozir Lin oilasining ahvoli tang. Sizlarni faqat men qutqara olaman. Ortimdagi xorijiy sarmoyadorlar yordamidagina birinchi raqamli oilaga aylana olasizlar. Buni qanchalar muhimligini yaxshi tushunsangiz kerak. Tushundim. Gapni cho'zmaylik. Marosimni boshlay qoling. Ruhoniy. Luye, siz Li Chisiya xonimni xotinlikka qabul qilishga, boylikda ham, kambag'allikda ham, sog'likda ham, kasallikda ham birga bo'lishga rozimisiz? Roziman. Li Chisiya xonim, siz janob Luyega turmushga chiqishga, boylikda ham, kambag'allikda ham, sog'likda ham, kasallikda ham birga bo'lishga rozimisiz? Men rozi emasman. Vanyuan. Ablah, kimsan o'zi? Mening Lin oilam to'yida janjal ko'tarishga qanday jur'at qilding? Nima qilmoqchisan? Kelinni olib ketgani keldim. Demak, Jisiya aytgan Van Yuan sen ekansan-da. Kelishingni bilardim. Lekin hozircha Jisiya bilan gaplashishga qurbing yetmaydi. Bu kartada 1 million bor. Olda tezroq yo'qol. Bundan buyon Jisiyaga yaqinlasha ko'rma. 1 million? Ahmoq baribir ahmoqda. Bor yo'g'i 1 millionmi? Shunga oyog'ing qaltirab qoldimi? Linjisiyadagi yoqimtoy shunga arziydimi axir? Arzimas 1 millionmi? Nazarimga ham ilmayman. Keling bunday qilamiz. Men sizga 10 milliard beraman. Jessiya men bilan ketsin, nima deysiz? Nima deding? Jessiya, mana shunaqa ahmoqning qo'lida majburlab ushlab turilganingni menga ertaroq aytmabsan-da? Van Yuan, jannatga yo'l bor edi-yu yurmading, jahannamga eshik yo'q edi, o'zing yorib kirding. Luye, atrofimdagi odamlarga tegma deya seni ogohlantirmaganmidim-a? Yodingdan chiqdimi? Ogohlantirish emish, men ogohlantirishga nima haqqing bor? Aytib qo'yay Van Yuan, seni sevgilingga teginaman. Qo'lingdan nima keladi, ha? Faqat chetdan tomosha qilib tura olasan, xolos. To'xtanglar. Bugun nabiramning to'yi kuni. Sen bilan olishib o'tirmoqchi emasman. Aqling bo'lsa, 1 millionni olda tezroq yo'qol. Aks holda bu yerga kelganingga pushaymon qilasan. O'ylab ko'ring. Qarib miyangiz aynib qolibdi. Arzimas pulni deb o'z nabirasini shunday ahmoqqa berib yuborgan odam
yana menga do'q uradimi, a? Sen nima deding? Lian buvi, g'azablanmang. Bu Van Yuan doim shunaqa takabbur bo'lgan. Van Yuan, Lu Haifenni o'zingga suyanchiq deb bilib haddingdan oshma. Bugun seni ta'zirini beraman. Keyin esa uning. Kimning ta'zirini berarkansan?